Homiladorlarimiz ko'pincha savol berishadi, nimaga aynan homila dopleri, skrining degan narsalar ko'payib ketgan deb. Bular shartmi? Albatta shart. Homila dopleri o'zi homila vaqtidagi 22 haftadan keyin, ya'ni aynan 25 haftaliklarda ko'rsatma bo'lgan tarzda 23-24 haftada qilinadi. Homilada qon aylanish jarayoni qanaqaligi yoki bo'lmasam homilador ayoldan homilaga o'tayotgan qon oqimida o'zgarishlar bor yo'qligini baholab beradigan tekshiruv usuli. Bu orqali biz akusher-ginekologlarimizga homila qay darajada o'sayotganligi yoki bo'lmasam kislorod yetishmovchiligi bor yo'qligini baholab beramiz va buning natijasida sizning davolovchi shifokoringiz to'g'ri, kerakli tavsiyalarni berib boradi. Homila dopleriga kelgan ayollarda biz homilani birinchi o'rinda yurak nuqsonlari bor yo'qligini, yurakdagi qon tomirlar oqimi qanaqa holatdaligini baholab beramiz. Bundan tashqari, yo'ldoshda oziqlanishda buzilish bormi yo'qmi yoki bo'lmasam kindik arteriyalarini holatini baholab beramiz. Bu ko'rsatkichlarni hammasi, ya'ni yurak qon tomirlarini tekshirganimizda, pupavena, arteriyalarni tekshirib, umumiy holatda biz homilani rivojlanishi qay darajadaligini baholab beramish. Ya'ni o'sish orqada qolish bormi, homila gipoksiyasi bormi degan savollarga javob izlaymiz. Shuning uchun siz aziz ayollarga tavsiya qilgan bo'lardim, homila dopleridan o'z vaqtida o'tib turishingizni. Ya'ni bu muddat homilani 25 haftaligida birinchi homila dopleri va 35 haftaligida ikkinchi homila dopleri tavsiya qilinadi.